Ha aka, stol mebel yetib boribdi. Ha aka, hozir yetib keldi, mashinadan tushib uyga tashlab oldim. Pulni tashlab yuborasiz, a plastikdan. Bo'ldi, hozir pulini o'tkazaman. Ha aka, 1 million kam tashlayapsiz-ku. Aka 5,5 million tashlab yubordim-ku. Aka, dogovorda 6,5 million deganman, yana 1 million tashlab yuboring. Bor pulim 5,5 million edi. Pulim bo'lganda qolganini tashlab beraman aka. Aka, erkakmisiz? Labsiz bormi? Tashlab yuboring o'sha qolgan 1 million pulni. Aka, siz g'alatimisiz? Erkak laspas deb tashlaysiz. Yo'q pulni nima qilasiz? Ha bo'ldi aka, qo'yavering, qiyomatda olaman o'sha pulni. Bo'pti, o'shanda olasan. Alo. Akaxon, tuzamisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Eslasiz, bir stol mebel oldim sizdan. Hali 1 million qarz olib qoldim. Ha, bo'ldi, esladim. Tuzamisiz o'zingiz? Esladingizmi aka? O'sha pulni qaytarib bermoqchi edim. Oxiratga qolsa yaxshi ish bo'lmasa ekan aka. Yo'q, aka, men qiyomatda olaman deb qo'yganman u pulni. Yo'q aka, keyin unaqa qilmang. Oxiratga qoldirmang aka. Tashlab beray hozir. Ha, bo'ldi, xo'p. Plastik menga tashlab yuboring. Ya aka, hozir birovga 3,5 million pul tashlayman deb, sizni plastik kartangizga adashib tashlab yuboribman. Agar imkoningiz bo'lsa, o'sha 2,5 millionni qaytarib yuborasizmi? Ha, bo'ldi, hozir tashlab yuboraman. Aka, ishondim-a, tashlab yuborasiz-a? Yo'q aka, xavotir olmang, birov haqidan qo'rqaman men. Plastingizni tashlab yuboring. Bo'ldi aka, hozir karta raqamini tashlab yuboryapman. Hozir 3,5 millionga uxlardimmi? Insof beribdimikin deb o'ylabman men bu akaga.